Alloh taoloning fazli va rahmati bilan oxirat kuniga iymon keltirish to'g'risidagi darsligimizni davom ettiramiz. O'tgan darslarimizda sur chalinishi va qaytalardan yuborilish va yana qaytalardan tirilish va mahshar maydoni to'g'risida gaplashib, mahshar maydonini yerini sifati degan mavzuda to'xtalgan ekanmiz. Bugungi mavzuimiz mana shu inshaalloh. Allah subhanahu wa ta'ala aytadi: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat va barazu lillahi al-wahidil qahhar. Ibrohim surasining 48-oyatida Alloh subhanahu va taolo aytadiki, ana shu qiyomat kunida yer va osmonlar boshqa yer va osmonlarga almashib qoladi, o'zgartiriladi. Ya'ni shunday holat bo'ladiki, o'zgarilib ketadi. Yer boshqa yer bo'lib qoladi, osmon boshqa yer, boshqa osmon bo'lib qoladi, osmonlar. Holat o'zgarib qoladi ana shunda. Va Alloh, ya'ni yakka bo'lgan va qahhor bo'lgan Alloh uchun hammasi paydo bo'lishdi, ya'ni bo'lishadi, bo'ladigan kundir. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد. متفق عليه. Sahl bin Sa'd radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday dediki, qiyomat kunida insonlar shunday yer ustiga yig'ilishadilarki, u yer oppoq va yana hech narsasi yo'q, tep-tekis bo'lgan, uqalanib ketgandek hech narsasi yo'q, o'zgarib ketgan va u yerda biror kimsani alomati yo'q, izi yo'q, ya'ni hech qaysi kimsani asari yo'q bo'lgan holatda ana shunday yer ustida qiyomat kunida insonlar yig'iladi deyapti. Qiyomat kunida yer shunday bo'lib ekanki, birovni uyi, birov uyini o'z uyini tanimay qoladi. Hamma yo'q, tek-tekis bo'lib qoladi, hech qanaqa alomatlar qolmaydi, yer tep-tekis bo'lib qoladi. Mana shunday holatda insonlar yerni ustiga yig'iladilar. Sifatu hashril xalqi yawmal qiyamah. Qiyomat kunida xalqni yig'ilish sifatlari. Lil hashri halatan. Yig'ilish ikki holatli bo'ladi. Birinchisi, qabrdan qazo qilinadigan yerga, ya'ni hukm chiqariladigan yerga insonlar yig'ilishlari. Qabrdan ular tiriladilar-da, ular qazo maydoniga, ya'ni qazo maydoniga ular yoki yo jahannamiy yo jannatiy bo'ladigan maydonga qarab ular yig'iladilar, yuradilar. وهذا يكون بحشر الناس مشاة حفاة عراة غرلا. Mana bu insonlar yalang oyoq holatda, kiyimsiz holatda va xatna qilinmagan holatda ular yalang'och holatda yurib ketadilar. Mana shu qazo maydoniga. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. Oysha roziyallohu anhodan rivoyat qilinadiki, aytadi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shunday deyotganlarini eshitdim deydi. Insonlar qiyomat kunida yalang oyoq, yalang'och, kiyimsiz, xatna qilinmagan holatda tiriladilar dedi. Qultu ya Rasululloh, an-nisa'u var-rijalu jami'an yanzuru ba'duhum ila ba'd. Shunda Oysha roziyallohu anha aytdiki, qaranglar, Oysha roziyallohu anhoning qanday hayoligini. Birinchi o'tirib uni g'ami nima bo'lyapti? Qiyomat kunida, shiddatli kundagi holatni eslab turib ham uni g'ami qayerda bo'lyapti Oysha roziyallohu anhoni. Shunday xabis bo'lgan, pastkash bo'lgan, rasvo bo'lgan xalq borki, kimsalar borki, Oyshani tuhmat qiladilar. Oysha roziyallohu anhodek zotga tuhmat qiladigan shiyalar bor. Mana bu hadisda Oysha roziyallohu anha qanday iffatli ayolligiga ham zikr etilyapti. Shunda u sahobiya ayolning g'ami nima bo'lyapti? Yo Rasululloh, ayollar ham erkaklar ham jamiki birga holatda tirilib bir-birlariga qarashib yorsa-chi deb turib so'raydi. Ya'ni yalang'och tiriladi dedi-da. Oyshaning g'ami nima bo'lyapti? Avrat bo'lyapti. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdi: "Faqala sallallohu alayhi vasallam: Ya Aishatu, al-amru ashaddu min an yanzura ba'duhum ila ba'd." Muttafaqun alayh. Ey Oysha, u kundagi bo'ladigan ish bir-biriga qarashdan ham shiddatliroq bo'lgan ishdir. Ya'ni shiddati juda ham qattiqdir dedi. Ya'ni u kun qo'rqinchli kundir ey Oysha. Shiddatliligidan hamma o'zim nima bo'lamankin degan holatda o'zim nima bo'lamankin deb turib, hatto oldidagi yalang'och odamga qaragani vaqti bo'lmay qolar ekan. Ikkinchisi, hashrul mu'minina wal kuffar min mahallil qado ila al-jannati wal nari kama yali. Mo'minlarni va kofirlarni qazo
qilinadigan yerdan endi jannatga yoki jahannamga qarab yig'ilishlari. Yuhsharul mu'minun wafdan mukarramina ila robbihim val jannah. Mo'minlar ana shu kunda hurmatli bo'lgan holatlarida o'z robbilari tomon va jannat tomonga mehmon tarzda yig'iladilar. Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Yawma nahshurul muttaqina ila ar-rahmani wafda." Maryam surasining 85-oyatida u kunda, qiyomat kunida mo'minlarni Rahmonga mehmon holatda yig'amiz. Va qala ta'ala: "Wasiqa alladhina taqaw rabbahum ila al-jannati zumara." Robbilariga taqvo qilganlar jannat sari to'p-to'p bo'lib turib, haydalib, ya'ni zumar, guruh bo'lib turib, haydalib ketadilar qiyomatda. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Hatto ana shu jannat 8 ta jannat eshiklari oldiga kelganda va ularga jannat eshiklari ochiladi. Va qala lahum khazanatuha salamun alaykum. Shunda jannat qo'riqchilari ularga: sizlarga salom bo'lsin. Taybatum, pok bo'ldinglar, xushbo'y bo'ldinglar. Fadkhuluha khalidin. Mana bu jannatlarga abadiy qolguday bo'lib turib kiringlar deb aytishadilar. Zumar surasi 83-oyat. Yuhsharul kafiruna ala wujuhihim umyan wa bukman wa sumyan atashan zurqan muqarranin yuhbasu awwaluhum ala akhirihim fayusaquna ila an-nari mujtami'in. Kafirlar bo'ladigan bo'lsa, mana shu kunda yuzlari bilan ko'r holatda, kar holatda, soqov holatda, chanqoq tashna holatda va yana ko'zlari ko'kargan holatda va yana zanjirband holatlarida, to'p holatlarida, bir-birlariga hibs bo'lgan holatlarida, jahannamga jamlangan holatlarida ular haydaladilar, to'planadilar. Alloh subhanahu va taolo aytadiki: "ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بما كفروا بآياتنا." Isro surasining 97-98-oyatlarida Alloh subhanahu va taolo aytadiki, ana shu qiyomat kunida ularni yuzlari bilan ularni yig'amiz. Ya'ni ular yuzlari bilan yuradi. Odamlar oyoqlari bilan yursa, kofirlar qiyomatda yuzlari bilan yurar ekan, sudralib. Yuzlari bilan yuradida, ko'r, kar, so'qov holatlarida yuradilar. Va ularning borar joyi jahannamdir. Va har bir jahannam olovi sokin bo'lgan paytda biz Alloh subhanahu va taolo aytadiki, uni yana o'tini biz ko'paytirdik. Zidnahum sa'ira, uni o'tini biz yanada ko'paytirdik alangasini deyapti. Jahannam har sokin bo'lgan paytda Alloh subhanahu va taolo tomonidan amr kelar ekan, yana o'ti alanga olar ekan. Zalika jazaohum bima biannahum kafaru biayatina. Chunki ular bizlarning oyatlarimizga, alomatlarimizga kufr keltirganlari uchun ularga bu jazodir deb turib Alloh subhanahu va taolo aytibdi. Va qala Allohu taala, Alloh subhanahu va taolo aytadiki: "Va nasuqul mujrimina ila jahannama wirda." Maryam surasining 86-oyatida mujrimlarni, jarima qilguvchi kofirlarni jahannamga to'p qilib turib, ularni xor holatlarida biz haydaymiz. Va qala Allohu taala: "Yawma yunfakhu fis-sur va nahshurul mujrimina yawma idhin zurqa." Toha surasining 102-oyatida qiyomat kunida sur chalingach, mujrim bo'lgan jarima qilguvchilarni biz ko'zlarini ko'kartirgan holatlarida yig'amiz deyapti. Ya'ni ularni qiyomat kunida qattiq qo'rqqanlarida yuzlari qorayib, ko'zlari ko'karib ketar ekan kofirlarning. Va qala Allohu taala: "Yawma yunfakhu fis-sur va nahshurul mujrimina yawma idhin zurqa va yawma yuhsharu a'da'ullohi ila an-nari fahum yuza'un." Fussilat surasining 19-oyatida Alloh subhanahu va taolo aytadiki, qiyomat kunida Allohning dushmanlari yig'iladilar. Qayerga yig'iladilar? O'tga yig'iladilar. Fahum yuza'un, ular bir xil tekizlikda terilib yig'iladilar o'tga, ya'ni jahannamga. Va qala Allohu taala: "Uhshurul ladina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillahi fahduhum ila siratil jahim." As-Saffat surasining 22-23-oyatlarida Alloh subhanahu va taolo aytadiki, o'zlariga zulm qilganlarni bu dunyoda va ularning ahli oila ayollarini ham to'planglar.
va yana ular ibodat qilayotgan Allohdan boshqasiga ibodat qilayotganlarni ham hammasini to'plab turib, ularni jahannam yo'liga chorlanglar deb turib Alloh subhanahu va taolo aytar ekan. Va yana Alloh subhanahu va taolo aytadiki: "Yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat va barazu lillahi al-wahid al-qahhar." Ana shu kunda yer va osmonlar boshqa yer va osmonlarga almashib qoladi va yana Alloh qahhor bo'lgan va yakka bo'lgan Alloh uchun ular paydo qilinadilar. Paydo bo'ladilar. Va taral mujrimina yawma idhin muqarranina fil asfad. Va mujrimlarni ana shu kunda kishanlangan va to'plangan holatlarida ko'rasiz. Va an Anas radhiyallohu anhu anna rajulan qal: "Ya Rasululloh, kayfa yuhsharu al-kafiru ala wajhihi yawm al-qiyamah?" Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan bir kishi aytadi, so'raydi: "Ya Rasululloh, qanday qilib kishi qiyomat kunida yuzi bilan yuradi, yuzi bilan yig'iladi?" deydi. Ya'ni yuzi bilan yurib keladi qiyomat kunida deydi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadiki: "Qal, alaysa alladhi amshahu ala rijlayhi fid dunya qadiran ala an yumshiyahu ala wajhi yawm al-qiyamah?" Muttafaqun alayh. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam unga javoban aytadiki: "Uni ikki oyog'ida yurgizib qo'ygan zot qiyomat kunida yuzi bilan yurgizib qo'yishlikka qodir bo'lmaydimi?" deb so'raydi. Ya'ni Alloh hamma narsaga qodir deyapti. Yahsharullohu yawmal qiyamati ad-dawaba wal bahaima wal wuhush. Alloh subhanahu va taolo qiyomat kunida hayvonlarni va vahshiy hayvonlarni va qushlarni hammasini yig'adi. So'ng ularni yig'ib turib, bir-birlarining o'rtasida Alloh subhanahu va taolo hukm chiqaradi, qazo qiladi. Shoxi bor qo'y yoki qo'chqor shoxi yo'q qo'yni suzib qo'ygan bo'lsa, uni haqqini beradi-da, unga shox yaratib beradi, uni usib oladi yoki suzib oladi. Agarda bir qushni cho'qib qo'ygan bo'lsa, qiyomat kunida uni haqqini beradi, ikkinchi qush buni cho'qib oladi. Agarda biror bir mishiqni biror bir it tishlab qo'ygan bo'lsa, ana shu mishiqqa itdan haqqini beradi, tishlatib oladi. Hammasini o'rtasida Alloh subhanahu va taolo hukm qazo qiladi ana shu yerda ham. Alloh shunday odil zotki, hatto hayvonlarni ham orasida hokimlik qiladi. Hokimlik qilib turib, odil hakamlik qilib turib, ularning orasida hukm chiqarib, bir-birlarining ustidagi haqlarini olib berib turib, so'ngra hammasini bir-birlarining ustidagi haqlarini olib berib bo'lgach, hammasini orasida hakamlik qilib bo'lgach, ularga aytadiki: "Kuni turaban." Endi sen turpoqqa aylangin deydi. Qiyomat kunida hamma hayvonlar bir-birlarining ustidagi haqlarini olib bo'lgandan keyin ular turpoqqa aylanib ketadi. Shularni ko'rgan kofir yaqulu ya laytani kuntu turaba va yaqulu al-kafiru ya laytani kuntu turaba. Shuni ko'rgan kofir qaniydi men turpoqqa aylanib ketsam deydi. Chunki uni biror joy jahannam bo'lganda ham abadiy bo'lgan, xolidina fiha, u yerda abadiy qolguvchi bo'lgan jahannamda. Buni ko'rgan kofir qo'rqqandan ko'zlari ko'karib ketib turib, qaniydi men turpoqqa aylanib ketsam deykanda, hayvonlarga havas kelar ekan. Shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo ularni sifatlayotganda inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila deydi. Ular go'yo hayvonlar kabidir turib, bu dunyodagi kofirlarni Alloh subhanahu sifatlaydi. Deb turib, balki ular hayvonlardan ham adashganroqdir deydi. Chunki hayvonlarga mazza. Qiyomat kunida ular turpoqqa aylanib ketadi, qutuladi. Ammo kofirlar unday bo'lmaydi. Hayvonlardan ham past bo'ladi ularning darajasi. Chunki Alloh subhanahu va taolo oyatda aytadiki: "Va ma min dabbatin fil ard va la ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum." Yer yuzida sudralib yuruvchi biror bir sudralib yuruvchi hayvon bo'lmasin yoki uchib yuruvchi qush bo'lmasin ikki qanoti bilan, magar ular sizlarga o'xshagan ummatlardir deydi. Ya'ni ularni ham Alloh subhanahu va taolo hidoyat qiladi, haq hidoyat qiladi. Vahshiy hayvonlarni vahshiy qilib turib, ularni ovlashga Alloh subhanahu va taolo chorlab qo'yadi. Hayvonlarni bolalariga mehrli qilib qo'yadi. Hayvonlar tug'ilishi bilan onasini emishligi uchun ularni shunday fitratli qilib turib, Alloh subhanahu va taolo hidoyati bilan ularni onalaridan o'zlari hech qanday ta'limotsiz emadigan qilib qo'yadi, sut talab qiladigan, rizq talab qiladigan qilib turib, Alloh subhanahu va taolo ularni ham boshqaradi. Ma farratna fil kitabi min shay. Mana bu kitobda biror bir narsani biz qoldirib o'tmadik. Summa ila robbihim yuhsharun. Ular ham qiyomat qayimda so'ngra robbilariga yig'iladilar. An'om surasi 38-oyat. Demak, hayvonlar hammasi Alloh subhanahu va taologa yig'ilib, ularning ustida ham qiyomatda hukm yuritilar ekan, hukm chiqarilar ekan. Liqa'ullohi fil axirah. Alloh subhanahu va taolo bilan oxiratda yo'liqishlik. Mana bu oxirgi mavzuyimiz bugungi darsdagi. Kullu insanin sawfa yulaqi robbahu yawmal qiyamah bima amila min khayrin aw sharr.
Har bir inson borki, solih amal qiladimi, gunoh amal qiladimi, u bir kun emas bir kun so'zsiz batahqiq Robbisi bilan yo'liqadi. Al-mu'min val kafir, mo'min ham, kofir ham, al-bar val fajir, yaxshilik qilguvchi odam ham va fojir bo'lgan inson ham hammasi qiyomatda yo'liqadi. Bunda shak shubha yo'qdir. Qala Allohu taala, Alloh subhanahu va taolo aytadiki: "Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam va a'adda lahum ajran kabira." Ahzob surasining 44-oyatida mo'minlarni maqtab aytadiki, ularni qiyomat kunida Robbilariga yo'liqadigan kunda ularni tahiyyotlari, salomlashlari salom bo'ladi. Endi hammasi assalomu alaykum deb ko'rishadilar ular deb turib maqtayapti. Qiyomatda ham mo'minlarni bir-birlarini ko'rishar qana bo'lar ekan? Salam deb turib ko'rishar ekan hammasi. Jannatga kirganda nima deyapti? Salamun alaykum tibtum. Jannat ahllari yoki jannat qo'riqchilari, farishtalar jannat ahllari kelayotgan paytda sizlarga salom bo'lsin deb turib aytishar ekan. Demak, jannatiy bo'lganlarni tahiyyotlari bir-birlariga aytiladigan so'rashuvlari nima bo'lar ekan? Salam bo'lar ekan. Hammasi bir-birlariga salom deb turib ko'rishar ekan. Va a'adda lahum ajran kabira. Va ularga Alloh subhanahu va taolo ajran karima, karim bo'lgan, ulug' bo'lgan ajrni va'da qildi deyapti. Va qala Allohu taala, Alloh subhanahu va taolo aytadiki: "Wattaqulloha wa'lamu annakum mulaquhu." Allohdan qo'rqinglar va bilinglarki, albatta sizlar unga yo'liqasizlar. Va bashiril mu'minin, va mo'minlarni bashoratini bering. Baqara surasi 223-oyat. Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila robbika kadhan famulaqih." Ey inson, albatta sen Robbing tomon tirishib, harakat qilishingni qilasan va bir kun emas bir kun unga so'zsiz va tahqiq unga tez kunda yo'liqasan. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi. Bas ammo kimki kitobi, namoyi amali uni o'ng tomonidan beriladigan bo'lsa, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ana shu kunda, qiyomat kunida u yengil va tez hisob kitob qilinadi. Va yanqalibu ila ahlihi masrura. Shunda mo'minning kitobi o'ng qo'lidan berilgach, o'ng tomonidan berilgach, o'z ahliga masrur, xursand bo'lgan holatda shoshib yugurib qolar ekan. Ya'ni jannatga tushadigan bo'lsak inshaalloh, bizlarning namoyi amallarimiz o'ng tomondan berilgach va hisob kitoblarimiz yengil qilingach, Alloh subhanahu va taolo barchamizga nasib qilsin. Ahlilarimiz kutib turar ekanda. Faraz qiling, imtihonni o'tyapsiz, eshik tagida siz ahlingiz kutib turibdi. Siz imtihon topshirib bo'lsangiz kutib turibdi. Imtihon topshirib bo'lib turib, ular safiga qo'shilganingizni ko'rib qanday xursand bo'lasiz? Xuddi shunday xursandchilikda Alloh subhanahu va taolo aytadiki, mo'min namoyi amallari o'ng tomondan berilgach, hisob kitobi tez va yengil o'tgach, u o'z ahli tomoniga qarab xursand bo'lgan holatda shoshib yuguradi. Va amma man utiya kitabahu wara'a zahrihi. Va ammo uni kitobi orqa tomonidan berilganlarchi, ular fasawfa yad'u thubura. Ular o'zlariga yomonlik orttirib oladilar u kunda. Va yasla sa'ira. Va yana jahannamga kiradilar ular. Og'ir bo'lgan jahannamga kiradilar ular. Innahu kana fi ahlihi masrura. Mana shunday namoyi amallar chap tomonidan beriladiganlar, qiyomatda hisob kitobdan o'tolmaydiganlar holat qanday deyapti? Innahu kana fi ahlihi masrura. U bu dunyoda o'z ahli bilan xursand yurardi. Qiyomatda jannatiylar bu dunyoda Alloh subhanahu va taolo ahllari bilan mazza qilib yashagan demayapti-da. Qiyomatda ular ahillarini topib turib xursand bo'ladilar deyapti. Ammo kofirlarda aytgan paytda u o'z ahli bilan bu dunyoda o'ynab kulib bo'ladi deyapti. Innahu kana fi ahlihi masrur. U mana bu dunyoda o'z ahli bilan masrur edi, xursand edi juda ham. Innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an lan yahur. U Robbisiga qaytmayman deb o'ylardi. Bala, unday emas, balki shundayki, inna robbahu kana bihi basira. Albatta uni Robbisi ko'rib turardi, uni doimo kuzatib turardi. Inshiqoq surasining oyatlaridan. Va an Ubadah ibn Samit radhiyallohu anhu anna Nabiy sallallohu alayhi vasallam qol. Ubadah ibn Samit radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytibdi: "Man ahabba liqa'a Allohi ahabba Allohu liqa'ahu." Kimda kim Allohga yo'liqishlikni sevadigan bo'lsa, va Alloh ham unga yo'liqishlikni sevadi. Va man kariha liqa'a Allohi kariha Allohu liqa'ahu. Va kimki Allohga yo'liqishlikni yoqtirmaydigan bo'lsa, Alloh ham unga yo'liqishlikni xohlamaydi, yoqtirmaydi. Alloh ham bizlarni unga yo'liqishlikni sevadiganlardan va Alloh ham bizga yo'liqishlikni sevadiganlardan qilsin.
هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.